Kechqurun va tungi payt iste'mol qilish tavsiya etilmaydigan 3 ta mahsulot. Kechqurun organizm dam olishi va tiklanishi kerak, lekin noto'g'ri kechki ovqat stress, og'ir hazm, yallig'lanish va uyqu sifatining pasayishiga olib keladi. Birinchisi qayta ishlangan go'sht mahsulotlari, kolbasa, sosiska va shunga o'xshashlar. Tarkibida to'yingan yog'lar va qo'shimchalar bor. Ular ichak mikrobiotasini buzadi va uyqu gormoni melatonin ishlab chiqarilishini sekinlashtiradi. Keyingisi ortiqcha uglevodlar, oq non, oq guruch yoki makaron qonda glyukoza darajasini ko'tarib, energiya portlashi va keyingi pasayishlar orqali uyquga salbiy ta'sir qiladi. Shu bilan birga ortiqcha yog' to'planishiga ham sabab bo'ladi. Shirin desertlar, kechqurun shakar iste'moli kortizol darajasini oshiradi va uyqu gormoni melatoninning faoliyatiga xalal beradi. Yengil kechki ovqat, sifatli oqsil va sabzavotlardan iborat ovqat organizmni tiklaydi, yallig'lanishni kamaytiradi va tinch uyquni ta'minlaydi. Agar siz ham kechki ovqatingizni to'g'ri rejalashtirishni, uzoq muddatda uyqu sifatini yaxshilashni va o'zingizni yengil his qilishni istasangiz, profil shapkasidagi havola orqali Telegram kanalimga obuna bo'ling yoki izohlarda sog'lik deb yozing.